qo'yimizni qara go'shtga hisoblab pul beradi. Assalomu alaykum do'stlarim, chorva ishqibozlar, yaxshimisizlar? Bugungi videomiz 1 oy 2 oy oldin qo'chqor olib 1-2 oy boqaman, qirol sayilga sotaman degan do'stlarimiz uchun bo'ladi. Do'stlar, hozirda bozor narxidan xabaringlar bormi? Hozir o'sha zo'r 100% ga yaxshi semirmagan qo'chqorlar 75 ming, zo'r semirgan 78 mingdan sotildi. Chunki kecha bozor juda ham qo'chqorlar tushdi, juda ham ko'p. Вообще bazi ona qo'y, ayol qo'ylar tomon to'lib ketdi. Yurishga joy umuman yo'q. Hattoki bozorga olib kelib turib qaytarib ketganlar ham bo'ldi. Bozorga olib borib, bozorga olib kirmay qaytarib ketganlar ham bo'ldi. Do'stlar, hattoki kecha bozor ko'p qo'chqorlarning badani ochiq, semiz emasda. Siz bilan biz boqib olib chiqamiz. U biza nech pul olganimizga, qancha vaqt boqqanimizga, nech pul yem yedirganimizga pul bermaydi qassoblar. U qo'yimizni qara go'shtga hisoblab pul beradi. Shuning uchun olayotgan pullar har doim hisob-kitob qilib olish kerak. Do'stlar, bu kanalimizni ochgan sabab xalqimizga ozroq foydamiz tegsin, chorva yo'nalishi degan maqsad bo'lgan. Kanalimizga yangi bo'lsangiz, obuna tugmasini bosib qo'ying, like bosib qo'ying. Xalqimiz uchun har doim foydali tegadigan videolar chiqarishda biz davom etamiz. Do'stlar, keyingi videomiz qanaqa bo'lsin? Fikringizni kommentariyaga yozib qoldiringlar.